Assalomu alaykum, avtorial brizon bir kuzatuvchilarimiz, qadrli yurtdoshlar. Kunlariniz xayrli va harakatli bo'lsin. Xudo xolasa avtorialda xizmatdamiz. Bugun bozor kun. Mashina bozorlarda mashinalarni sota olmagan bo'lsangizlar, bemalol kelsanizlar bo'ladi. Mashina ala olmaganlar ham bemalol kelsanizlar bo'ladi. Bizda ham mashinalarimiz bor. Lojboncha partiyadan haftaga bitasida savdo qilamiz. 30 millionlik Nexia birlarimiz ham bor. 35 million so'mga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Donus 1.5 lyuks konditsioner mashinamiz bor. Mashinamizda bir 20-25% kraskasi bor. Kontachka mashina, polniy. Usul-turlar ham kontachka, yana shunday mayda-chuyda chaqa-chuqa ayblari bor. 2008-yilda ishlab chiqarilgan usul-turlari kontachkada turibdi. Mashinamiz yaxshi holatda. Orqa kalillarni ishlab olish kerak. Buyoqlari sal-sal avval bir ishlangan. Zakonit metan bir qator ishlatib tursanizlar, cho'tka mashina bo'ladi. Stoplarni charadno. Narxi 35 million so'm. Salon holatlari yaxshi. 85 ming kilometr yurib turibdi, agar halol bo'lsa. Prям egalaridan kelib turibdi. Zo'r mashina.